Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan paxtadek yumshoq chiqadigan noodatiy, juda ham mazali bo'lishga tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib iliq suv, sut, tuxum oqi, shakar, ozgina tuz solib aralashtiramiz. O'simlik yog'i hamda drujani ham solib, oppoqqina ezoz unlarini elechadan o'tkazib, xamir qorishni boshlaymiz. Xamirni juda ham mayin, yumshoqqina qilib qorish kerak. Xamirni ustini yopib 1 soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamir shunaqa chiroyli bo'lib ishib chiqadi. Xamirni 12 ta yoki 14 zuvolachaga bo'lib, xuddi shunaqa dumaloq shaklda yoyamiz va chetlarini ko'rib turganingizdek qilib kesib, o'rma shakliga keltiramiz. Xuddi soch o'rgandek o'rib, ikki tomonini yaxshilab yopishtirib olamiz. Endi kremi uchun tvorojniy sirdan foydalanamiz. O'rizordan tortib barcha do'konlarda sotilayotgan katta skidga ketayotgan xuddi shu krem chizdan foydalandim. Ustiga qand pas solib, yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi shunaqa chiroyli krem holiga keladi. Bulchkalarimizni ichini to'ldirib, xohishga ko'ra jem surib chiqishimiz ham mumkin. Ustilariga tuxum sarig'i hamda sariyog'li urvoq sepib, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Shunaqangi yumshoq, mazali, ayniqsa tvorojniy sir bilan mazasi juda ham boshqacha bo'lar ekan. Albatta sizlar ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha hammaga. Keyingi videolarda ko'rishguncha.